Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Dangal savdo kanalimizda obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan ashaddiy chorva ishqibozlariga, zot mol ishqibozlariga. Kelasizlar, qadrdonlar, sizlarga bir juft tozasini 100 ga 100 talik semental gibrid rossiyskiy paroda xunajinlar kelajagiga garantiya. O'ta tagdor, chiroyli bir xunajinchalar uchradi. Dehqon akalarimizga ilinib bir chiroyli video qilib beramiz, obzor qilib beramiz, yoritib beramiz, xudo xolasa. Videomizga kelib bo'lyapti Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Guliston qishlog'i. O'sha mashhur Guliston qishlog'idan bugungi sanamiz 4-oktyabr, hafta kuniga shanba, xudo xolasa. Hafta oxiri mana. Bo'ylari 1 metr atrofida, lekin mollar o'ta ishonarli. Istagan tuyoqliga, yeb ichishiga, bu bag'baqalari ham juda osilgan sementallarni ko'rsatamiz. Orqaga o'tib oldi mana. Mana ishqibozlar yaxshilab ko'rib olasizlar. Mol o'ta ishonarli. Yenalar juda zoddor mollar bolalar ekan, xudo xolasa. Samin aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Omon. Olyapsizmi? Charchamayapsizmi? Suyimsiz? Xudoga shukr. Bir juft xudo xolasa. Dehqonlar juda bir tushadigan holatda bo'ladi, xudo xolasa. Kelib tushib turibdi o'rajon. Bo'ldi, zotiga xudo xolasa garantiya, ha? Juda bag'baqalar. Voy. Ikkosi ham bir-biridan o'tkiragan, haqiqiy. To'qollar mana. Bezapaslikligi nimaligi. To'qol ishqibozlar ko'payyapti bora-bora mana. Ko'rib olasizlar, yaxshilab. Mollar juda mo'nchoq holatda. Ko'paytirgan juda nima qilgan, zot ishqibozlarga juda zo'r variant. Haqiqiy toza mollar. Tozalar, ha, xudo xolasa Samin aka. Yig'ajolar. Hozir kelib tushdi. Hozir kelib tushdi. So'raganlarga diro chiqarib qo'yib, chaqirib, yuzgan joyimiz. Bo'ldi-da. Bir yoritib beramiz. Teglamni ko'rsatib olamiz. Qimlamay tursin. Joning sog' bo'ling. So'skalar ko'ringlar, so'skalar. Evet, o'ylajan sen hayday oldiga tush. So'skalarimizni Ko'rsat. Voy. Haqiqiy zo'rlar ekan. Joning sog' bo'ling. Yig'ajolar o'ylajan mollar. Ishonarli, har doimgidek. Ha. O'z zot mol olib kelyapsizlar, tanlab olib kelyapsizlar, postoyanni. Bular ham shular qatorida, xudo xolasa. Ulardan o'tkir bo'lsa o'tkir kam emas qolganlar. Narxlanchoq aytamiz. Mana biz so'rab turgan akalarimiz bor, mehmonlarimiz hammasi. Bo'lasa juma shanba chiqaramiz degan niyatdaydi. Mana kecha bu vaqt mana bugunga shu ilinib turibdi mana. Ha, bir juft. Haqiqiy zotli mollari. Narxini kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Mana istagan tuyoqlarni ko'rib olamiz, yaxshilab mana. Kommentariyada so'ralyapti. Yaxshilab ko'rsating istagan tuyoqligini. Taglarni yaxshilab ko'rsatib yuboring deyilyapti. Zo'r, to'sonlar. Kutganga arziydigan mollar bular kelajak, ha, xudo xolasa. Sabr qilgan odam dedi. Sabr qilgan odam. Bir juft qiladi. Oxirgacha chiroyli yetiltirsa bitta pachka. Xudo xolasa. Mollar o'sha O'z shu holatga yetib 1,5 mildan bitta pachkada, aniq narsalar o'zi. Xudo xolasa. Zo'r. Narxlar aytamiz chiroyli qilib. O'ylajan mollar narxi 30 million kam bor. Kam bo'ladi. Kam. Yatta kam edi. Bitta yetin kam edi, chiroyli. Sal yaqin. Molda 29. 29 kam bo'ladi. 14 yarimdan. Ha, Mollar bu lekin yaqin etib, yaqin sotyapmiz. firmada ham olib chiqasan emasmi? Yo'q. Men hadeb chiqormaydi, ko'ryapsiz. Chiqormaydi endi. Bunaqa holat. So'ragan odamni ko'ryapsiz. Zo'r. Kam bo'ladi. Kam bo'ladi. Xo'p. Yana bu. Qo'shib yuboramiz agar nima qilishmasa. Sразу video davom ettiraveramiz mana. Lekin mollar dahshat. Bitta kattaroq ham bor deyiladi, uni ham qo'shamiz. Qochma variantidan chiqdi. Qochma variantida. Pardozondas qilinmagan ekan, hech qanaqa. Yo'q, shunday mana kelib turibdi, tozalab. Jaydaricha mana, tumshuqlari, to'qolligini, istagan tuyoqligini mana ko'rib olasizlar. Mana. Oldindan yaxshilab ko'rib olasizlar. Mollar haqiqiy zo'r. Krasniy pyostrani. Xo'sh. Joning sog', chichi bezak. Xo'sh. O'z tutdi. Salonda yurganda o'lajon buni vaqt ichida. Zo'r, so'skani palichkalar juda zo'r bo'lib turibdi. Bo'ylari 25-30 atrofidagi mol. Qochma variant. Bir oy ichida yaxshilab qaralsa, kuyiga bo'ladi, bemalol kuyiga. Qochish holatiga keladi, xudo xolasa mana.
Bunisi necha pul deymiz bunisi? O'lajon, buni puli qimmat emas, puli yengil. Yaqinroq 22. Yaqin edi. Yaqin, Xudo xohlasa, ish Ayri yurishga. bor, ish yurishga. Bo'ldi. Ish yurishga. Zo'rlik. Bo'yni ko'rib turibsiz mana. Joningiz, kallalar qarang, kallasini qarang, kallasini mana. Krasniy Bostrani juda olaqoraligi joy-joyida ekan. Ola qizillik. Yengil kelingan Zo'r bo'ldi. ekan. Kam bo'ladi, xudo xohlasa. Aloqaga Ayri bor, chiqilsa, bo'lyapti, hammasi ayri bo'lyapti. dehqonlar o'ylanmasmi? Aloqaga Yo'q, chiqib, yo'q, yo'q. hijolat bo'lmaydi. Mana so'ragan- Bormi, yo'qmi deb tag'in. Klientlarimiz hammasi so'rayapti mana. Bu tugab qolsa keyingisi bo'ladi. Harakatdamiz. Kecha bo'lmay qoldi, xolos kecha. Aytdik-ku. Pastdan izlanishda bo'lib turibdi, xudo xohlasa. Juma shanbaga chiqarib beramiz. Mollar o'xshab turibdi. Kecha ko'rdingiz ham olish kuni bo'ldi. Ha, kecha bir juma yomi dam olish bo'ldi. xudo xohlasa. Kesin yechib beramiz Davlatjon. Muammosi yo'q. Bo'ldi. Nomerlar aytib qo'yamiz, ha? Nomer o'sha nomer. 90lik 059 47 32. 47 32 voy turishini qarang, turishini. Hechcha bu pardozni qilinsa bu Ya pardoz yo'q, shunda tushib kelingan. Xo'p, yana bitta nomer aytasizlar? 90'lik 90lik 588 588 42 42 57 mana turib beryapti. 99lik 99'lik 695 qaysisi? 99'lik 99lik 020 020 42 42 57 ni. Tagilar yaxshilab ko'rmanglar. Suskalar joy-joyida turibdi. Nima pardoz bilan yo'q Davlatjon. Zo'r. Qara bo'lmasa. Qana bo'lmas. Naborot bo'lyapti bu. Hayt kelajagiga boragan haqiqat. Xo'p, agar aloqaga chiqinglar, shoshilinglar. Obuna esdan chiqmasi bo'lgan videolarimiz juda zo'r ketma-ket tarzda qo'yib boramiz, xudo xolasa. Bundan keyingi videolarimizda bir bo'g'oz bo'ladi. Bo'g'oz, katta bo'g'ozlar bor, shuni chiqaramiz, xudo xolasa. Like'lar bosib, obuna esdan chiqmasin. Rahmat Davlatjon sizga. Ishonchlaringizni oqlaymiz, xudo xolasa. Hammalaringni, xudo xolasa yaxshi bir mollar chiqarib turamiz. Sog' bo'lasizlar akalar.